Assalamu alaykum. Kitap okuş munbiri Avlatla torbetiga hoş geldiniz. Men Nuriye Rahman. Bugün men kentimiz, yani Meniyede. Bugün Noruz. Baharның tuncu günü. Bu qitimliq Noruz bayrami xasiyetlik Ramazan eydi keldi. Qarsam keler yılımı dal Ramazan eyiga keledi ekan. Men kitap okuş munbirimizga qeyrindaşlarımga vakalatan dünyanın her qaysi joylaridagi Noruz bayramini ötközdigan qeyrindaşlarga chin dilimdan samimiy salamlarni yollayman. Noruz bayramimizga muborak bo'lsin. Bayram münasebeti bilan huzurunlarga dangliq shoira Chimangul Obidning Noruz shehida chiman qo'sh nomli she'rini sunaman. Xo'sh. Maşın ötüp geçsin. Halada okuğandan keyin her xil. Xo'sh. Noruz shehida chiman qo'sh. Navada Noruz bir tal gül bolsa, içilidu mening qalbimda. Navada Noruz tamchi yosh bolsa, tökülüdu mening bergimga. Navada Noruz yalğız kuş bolsa, qapsimda uxlar bu kecha. Yarasini püfleymen tiniqlarimda, menmu qush bo'laman taki tonggacha. Navada Noruz qora yer bolsa, ko'tirudi yana Uyg'urni. Navada Noruz bük o'rmon bolsa, dallatidi tümen qurg'oyni. Navada Noruz bir pichoq bolsa, yengizar pichiqi bo'lar u cho'qim. Anarmi yerilidi yurakdak oxir, kunlarmi tunlarmi faqat bir yutum. Aşu pichoqda yelin ko'laydi qashqarlik ayol. Piyoz chanaydi ko'zlari yum. Etizidan ko'k teridu ko'klamda kulib, pichoqning bisida chechaklaydi qum. Navada Noruz bir tulpar bolsa, chulvirini eshiman choshlarim bilan. Tuyoqlaridan to'zisa kuyukning hidi, yuzlarimni to'siman ro'milim bilan. Şamal qayrayolmas, hicran tükelmez. Işık yolumuzdaki Noruz şehini. Men sana demesemmi, bilesen belkim, neme bilen yoğuluk, hasret degini. Noruz bayramilik Chimangul Obidning bu she'rini dal mushu she'rda aytilgandek qushlar sayrab turgan ormanlıqlarning ichiga kelib o'qidim. Tilaydiganim Chimangul Obidning Noruz bayramiga muborak bo'lsin. Ma'qul amsa, qadrli qeyrindoshlar, Ramazon oyinglarning xayrlik o'tishini chin dilimdan tilayman. Xayr xo'sh, kelar qitimliq kitap o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Noruz bayramini ko'ngillik yaxshi o'tkazgaysizlar. Haras oxirda sizlarga qisqa bir sinni hadiya qilaman. Bu Noruz bayramilik sovg'atimiz bo'lsin. Xayr xo'sh, kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik.
Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbirimizning hurmatli mushtarilar. Yenimda turgan bu farishtani to'nib atamsizlar. Bizningki muhojiratdagi Uyg'urlarningki hozirgi chanqab turgan vatanga bo'lgan sig'inishimizni biroz bo'lsin qondirib atgan naqshchimiz Saniya Ismoil. Shu qadar hayajon bilan turibman. Bugun Allohninki rahmeti bilan mana jandaga kelib bizga bir ulug' Ramazon oyida shunday bir konsert ko'rish fursati bo'ldi. Saniya rahmat oldi bilan kitap o'qish munbirimizdagi mushtarilarimga bir ikki so'z qilagan bo'lsangiz. Bo'ldi. Amsa akishima turmamı ekran oldida o'tirgan barcha qarindoshlarimiz masalani pek yaxshi ko'raman. Haddidan ziyod yaxshi ko'raman. Sizlar bu qarindoshlarni ko'rib, sizni ko'rib xush bo'ldim. Sizning energiyangizni o'zim sindirib oldim. Shunaqa Ro'za oy muborak bo'lsin. Ulug' Allohga cheksiz rahmat sizlar bilan shunchalik yuz ko'rish vaqtimga bo'ldi ketdim, ertaga ketdim. Keldim. Hammaga rahmat. Xo'sh. Rahmat. Allah sizni saqlasin. Rahmat. Xudoyim buyursa Qozog'istonga borman sizni ko'ngilay. Xudoyim buyursa janda kelib tursizlar. Mush bir fursatdan foydalanib kitap o'qish munbirimizdagi do'stlarga, qarindoshlarga sizning ovozingizni bevosiyat yetib turaman. Xudoyim buyursa. Rahmat. Ma'qulamsa hurmatli mushtari qarindoshlar, baktariylik kelsa oldi bilan men taylaylik. Ondan qasasizlar. Xayr xo'sh. Rahmat. Yana eng oxirgi bir aytdim. Soldim. Alloh amin. O'zingizni yaxshi asrang. Ne kırmızı var mı? Bundan kaldı.